Mototsiklingizni o'g'irlab ketishligi mumkinligini bilarmidingiz? Bor yo'g'i 2 ta odam kerak bo'ladi mototsiklingizni ko'tarib, mashinaning orqasiga ortib olish uchun va motoni boshqa ko'rmaysizlar. Bugun sizlarga ko'chada motoni qoldirib, xotirjam yurishingiz uchun ozgina maslahatlar beraman. Videoga hozirdan like bosib qo'yinglar. Motoni parkovka qilgandan keyin rulni oxirigacha chapga buraysizlar va kalitni ham chapga burab qo'yish kerak. Bu holatda mototsikl ruli umuman qimirlamaydi. Mabodo qaysidir o'g'ri motoni o'g'irlab ketmoqchi bo'lsa, u faqat bitta joyda aylanib yuradi. Chunki rul umuman qimirlamaydi. Lekin bu funksiya ko'p mototsikllarda hozir ishlamasligi mumkin. Shuning uchun keyingi maslahatga o'tamiz. O'zim esa ko'pincha disiplinani qattiq bosib, birinchi korsga urib qo'yaman. Bu holatda mototsikl ruli qimirlashi mumkin, lekin u hech qayerga ketmaydi. Agar o'g'ri oldin moto cho'vagan bo'lsa, tabriklayman, sizning omadingiz kelmadi. Chunki disiplinani yana qattiq bosib, neytralga tushirib qo'yish mumkin. Keyingisi esa iloji boricha motoni kameralar bor joyga qo'yish. Mabodo kimdir tegib yoki o'g'irlab ketmoqchi bo'lsa, kameralardan ko'rib topolsanglar bo'ladi. Lekin har doim ham kameraga ishonib qolish shart emas. Eng yaxshisi motoni parkovka qilganda siznikidan qimmatroq bo'lgan mototsiklni oldiga parkovka qiling. O'shanda o'g'ri siznikini emas, boshqa insonning mototsiklini o'g'irlab ketadi. Albatta bu hazil. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying va qiziqarli videolarni o'tkaza olmaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha